jonli kitob. Hikoyalarimizni to'liq va qismlarini oldindan tinglamoqchimisiz? Barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Jonli kitob Telegram kanaliga a'zo bo'ling va barcha yangiliklardan oldinroq xabardor bo'ling. Garov. Muallif Saida Aziz. Oyi, keyin, zarur ishim bor. Degancha chiqib ketdi yigit. Azizaxon eriga bir qur qarab qo'ydi-yu, ammo lom-lim demadi. Shahzod mashinani yurgizarkan o'ylandi. Qishloqqa borgani ma'qulmi yo Jahongir bilan gaplashganimi? Jahongir uning biznesdagi hamkori ham. Uch yigitdan biri Jahongir, ikkinchisi Shahzod, uchinchisi esa ayni paytda xorijda o'qiyotgan o'rtog'i Jamshid edi. Shahzod kechagina uylangan o'rtog'i bilan bu borada gaplashishga ikkilandi. Yaxshisi o'zi borgani ma'qul. Shu fikrda yigit kecha borgan manzil tomon rulni burdi. Diyorga aytishga aytib qo'ydi. Qo'l tashladi. Ammo ishni nimadan boshlash haqida bir qarorga kela olmasdi. Pul beraman. Boshqa baqlashga termang. Mana sizga pul deyman, dedi o'ziga o'zi. Pul bilan hal bo'larmidi? Ayol xo'p desa-yu, ammo yana o'sha ishni davom ettirsa-chi? Yoki pul unga yetarli bo'lmasa, yoki Shahzodni boshqacha tushunsa-chi? 100 xil fikrdan uning miyasi g'ovlab ketdi. Hayotning turfa tomonlari bor. O'xshatish mumkin bo'lsa, dunyoning 4 tomoniga o'xshaydi hayot. Bir tomonida bahor va yoz bo'lsa, ikkinchi tomonida kuz va qish hukm suradi. Kimdir bahor va yozdan rohatlanib yashasa, yana kimdir kuz va qishning sovuq kunlari bilan istiqomat qiladi. Chiqindixona ichida Mabrura 7 yoshlar chamasi o'g'li bilan chiqindilarni saralab o'tirardi. Asli 35 yoshga ham borib ulgurmagan ayol bo'lsa-da, ammo uni ko'rgan odam 40 dan yuqori berishi aniq edi. Ko'zlarining chuqurligi, yuzining ikki chekkasi ichiga botib ketgani, bo'rtib chiqqan yanog'i esa uni yanada ko'rimsiz ko'rsatardi. Egnida qizil mayda gulli uzun ko'ylak, boshida qora ro'mol taqib olgan. U stulchaga o'tirib olgancha o'g'li uzatgan qora paketlarni birma-bir ochib, ichidagi baklashkani va karton qog'ozlarni alohida ajratardi. Tepasida qizdirayotgan quyoshga ham parvo qilmasdi. Tezroq ishini bitirib, to'planganlarni bir qopga joylashni o'ylardi faqat. Bu ish esa o'g'lining joniga tekkan, ammo onasining holatini bilgani uchun jimgina unga qarashib o'tirardi. Sal narida to'p o'ynayotgan tengdoshlariga havaslab boqib qo'yar. Uning ham ularga qo'shilib to'p o'ynagisi kelardi. Shahzod, bo'l bolam, buni topshirib kelish kerak. Buving yolg'iz qolganlar. Bola boshi bilan xo'p ishorasini qilardi. Yana bir uyum chiqindi orasidan baklashkani izlashga tushdi. Birozdan so'ng Mabrura ishini tugatib, o'g'li ochib turgan xira tusdagi qopga yiqqanlarini joylay boshladi. Bitta qop to'ldi. Ikkinchi qopni ochib, karton va qog'ozlarni soldi. Ikkinchi qop ham to'ldi. Mabrura sal narida turgan uzun supurgini olib, axlatlarni ichkariga supurib qo'ydi. Stulchani o'g'liga tutqazdi. Ketdik bolam. Ikkita qopni ortmoqlagancha chiqindixonadan uzoqlasha boshladi. Shu paytda yoniga kelib to'xtagan baland avtomobildan cho'chib ketdi. Shahzod ham, Mabrura ham mashinaning orqa tomonidan kesib o'tish uchun ortidan aylanishdi. Shu payt mashinadan tushgan yigit ularga so'z qotdi. Uzr, qo'lingizdagilar og'ir shekilli. Uyingizga ko'tarishib boraymi? Mabrura bir o'g'liga, bir yigitga qaradi. Bosh chayqadi. Og'ir emas, o'zimiz eplaymiz. Ayol kishining bunday yurishi yaxshi emas. Uyingizgacha kuzatib qo'yay. Mabrura g'alati holatga tushdi. Bu kim o'zi? Nega mehribonchilik qilyapti? Yo atayin sinashga keldimi? Hozir qo'ldagilarni tortib olsa-ya, unda nima qiladi? 2 soatdan beri qilayotgan ishi yo'qqa chiqadimi? Biz o'rganib qolganmiz, ketavering, dedi ayol undan uzoqlasharkan. Yur bolam. Bolakay mashinaga hayrat bilan qarab qo'ydi-da, onasiga ergashdi. Taqdir shunday yo'l boshlovchiki, sizni qayerga olib ketayotganini aytmaydi, bildirmaydi. O'z maqomiga qarab yo'rg'alatadi. Uning ortidan yurmayman deb ko'ring-chi. U xuddi ustasi farang ko'z boylog'ichdek sizni bir zumda o'ziga mahliyo qilib qo'yadi. Beixtiyor ortidan ergashasiz.
Shahzod ona va bolaning ortidan biroz muddat qarab turdi. So'ng mashinasiga o'tirib, sekin hayday boshladi. Qani, bu ayolning uyi qayerda ekan? Ko'raychi, dedi o'ziga o'zi. Mabrura qadamni tezlatdi. Ortidan kelayotgan qora oynali qora avtomobildan cho'chiy boshladi. Atrofga nazar soldi. Hech zog' yo'q. Kun choshgohga yaqinlashgan palla. Bu odamga nima kerak? Bolamni o'g'irlab ketsa-ya? Xayolga kelgan o'ydan cho'chib ketdi. Ortidan ergashib, stulchani u qo'lidan bu qo'liga olib kelayotgan o'g'liga qarab qo'ydi. Shahzod, tezroq yur bolam. Bolajon onasining gapini eshitib tezlashdi. Birovga ortiga o'girilib, boyagi bahaybat mashinani ko'rdi. Aya, anavi mashina ortimizdan kelyapti, dedi soddalarcha ohangda. Bola to'xtadi. Orqasidagi uloviga qiziqish bilan tikildi. O'g'lining to'xtaganidan ayol xavotirga tushdi. Qo'lidagilarni yerga qo'yib, bolasi tomon 2-3 odim yurib, uning qo'lidan tutdi. Yursenchi, mashina ko'rmaganmisan? Bu gal onaning ovozi zardali eshitildi. Bunaqa kattasini ko'rmaganman-da, beg'ubor javob qildi o'g'il. Mashinadagi yigit esa ularning har bir harakatini ko'zdan qochirmasdi. Oynani tushirib, mashina ichidan ayolga so'z qotdi. Opa, olib borib qo'yay, uyingizni ko'rsating. Mabrura battar asabiylashdi. Aniq bola o'g'risi. Hozir bolamni mashinaga soladi-da, keyin g'oyib bo'ladi. Ey Xudo, o'zing asra. To'xta, bu ortimizdan kelyapti. Uyimizni bilib qolsa-chi? Bolamni kechasi kelib o'g'irlab ketsa-ya? Yo'q, yaxshisi boshqa tomonga yuraman. Ayol o'g'lining qo'lidan tutib, ikkinchi qo'lida ikkita qopni birlashtirgancha sudrab, chap tomondagi ko'chaga burildi. Bola hayron bo'lib onasiga qaradi. Aya, uyimiz bu tomonda-ku. Jim, ana u mashinadagi odam yomonga o'xshaydi. Uni adashtirib, keyin uyimizga ketamiz, dedi ona o'g'liga rejasini bildirib. Bola tushunmadi. Onasi nega undan qo'rqayotganini ham anglab yetmadi. Ko'chadan burilgandagi 3-uy qarshisida to'xtashdi. Kichik tabaqali darvozani ochib, ichkariga kirdi. Bolasini ham olib, darvozani yopib, sekin tirqishdan mo'ralay boshladi. Baland avtomobil biroz uni kuzatib turdi, lekin ichidan hech kim tushmadi. Mabrura ortidan kelgan ovozdan cho'chib ketdi. Kim kerak? Yoshgina kelinchakning ovozi eshitildi. Mabrura ortiga o'girildi. Yaxshimisiz? Soliha xolaning uyi shumidi? Yo'q, bizdan keyingi eshik. Odatda bu qishloqdagilarning hammasi bir-birini tanirdi. Mabrura adashib, Soliha xolaning emas, Nodira opaning uyiga kirganini fahmladi. Yaqinda to'y qilgandi. Yangi kelin shekilli. Uzoqroqdan tushgani uchun u Mabrurani tanimadi. Uzr, mayli unda. Nodira opamga salom ayting, deya yana tirqishdan mo'raladi. Mashina ko'rinmadi. Sekin tashqariga chiqdi. U yoq bu yoqqa alanglab, o'g'lining qo'lidan tutgancha uyi tomon yurib ketdi. Shahzod ayol va bola kirib ketgan uy tomon biroz qarab turdi. Dabdurustdan kirib borishga istihola qildi. Ayolning harakatidan uni cho'chitib yuborganini tushundi. Quruq qo'l bilan kirmaslikka qaror qilib, ortiga qaytdi. Shu atrofdan do'kon izlay boshladi. Ko'p qavatli uylarning narigi tomonida 2-3 do'kon joylashgan ekan. Mashinasini do'kon yonida to'xtatdi. Ichkariga kirdi. Peshtaxta ortida oq sariqdan kelgan, biroz to'lacha, ovozi yo'g'on yigit do'koniga kirgan kishiga qiziqish bilan qaradi. Tashqariga qaratilgan kamera orqali uning mashinasini ham ko'rib ulgurgandi. Keling aka, nima beray? Dedi xushkalomlik bilan. Shahzod do'kon ichidagilarga bir qur nazar tashladi. Arzon garov yeguliklar, buyumlar. Ko'ziga do'kon juda g'arib ko'rindi. Bu atrofda supermarket yo'qmi? So'radi do'kon egasidan. Biznikida shu supermarket. Bo'sh kelmay gapirdi do'kondor. Yo'q, menga boshqa narsalar kerak edi. Fikrini qanday ifodalashni bilmadi Shahzod. Shahardan kelganingiz ko'rinib turibdi, ammo bizda shahardagidek emas. Biz bu yerlik aholi ko'targan narsalarni olib kelib sotamiz. Qimmatlari ketmaydi. Shahzod bosh chirg'ab qo'ydi. Sutli, nonli mahsulotlardan oldi. Bola uchun shirinliklar xarid qildi. Pechenye, shakar, yog'.
Do'kon egasi juda qiziquvchanmidi yo atayin qildimi savol berdi. Aka, kimnikiga kelyapsiz? Sizni bu tomonlarda hech ko'rmagandim. Shahzod unga bir qarab qo'ydi-da, xayolida o'y tug'ildi. Shu odamdan so'rasamchi, do'kon egasi ko'p narsani biladiganga o'xshaydi-ku. Ismingiz nima? Savol berdi Shahzod. Botir, dedi yigit o'z ismini faxr bilan tilga olarkan. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? So'rang. Chiqindixonada baklashka va karton qog'ozlarni terib o'tiradigan ayolni taniysizmi? Botir hayron bo'ldi. Shunday olifta yigit nega u ayolni surishtiryapti? Nega so'rayapsiz? Shahzod yigitda shubha qoldirmaslik uchun bamayli xotirlik bilan javob qildi. O'zim hozirgina o'sha yerdan o'tgandim. Baklashka karton terib o'tirgan ekan. Yonida bolasi ham bor. Ha, Mabrur opa, sal anaqaroq ayol. Tirikchiligi shundan. Men ham gohida mana bu kartonlarni bo'shagandan keyin chaqirib berib yuboraman. Harna savob deyman. Hech kimi yo'qmi? Nega bu ishni qiladi? Qiziqsindi Shahzod. Akasi va onasi bor, lekin akasi uni chiqarib yuborgan. Mabrur opa onasi bilan birga yashaydi. O'ziga o'xshagan bir nogironga tekkandi. Erta kunda o'lib qoldi. Keyin bitta o'g'li bilan uyga qaytdi. Afsuski, akasi uni chiqishtirmadi. Hovlini ikkiga bo'ldi. Kichik qismini Mabrura opaga berib, qozon tovog'ini alohida qilib oldi. O'rtadan devor ham tushirgan. Mabrura opa onasi bilan yashaydi. Amallab mahalla yordam qilib, 2 xonali uy qurdi. O'sha yerda turadi. Beozor ayol. O'z kunini jimgina ko'rib yuribdi. Ba'zida mendan ham qarzga ul-bul olib turadi. Nega? Ishga kirsa bo'lmaydimi? Qanaqa ish, aka? Uni birov ishga olmasa kerak-ku. Ha, tekstilda ishlab yurgandi farrosh bo'lib. Ish qisqarib, keyin boshqa ish topolmadi. Shu chiqindilarni yig'ib, topshirib, topgan puliga yeb ichadi. Shahzod jim edi. Insonlar shu tariqa yashashi mumkinmi? Nahot, ko'proq harakat qilsa bo'lmasmikin? Ana shaharga borsin yoki boshqa joyga ishga kirsin. O'zining xayoliy fikrlari bilan o'y surib qoldi. Yana biror narsa kerakmi? Botirning ovozidan o'ziga keldi. Yo'q, hisoblab bering. Do'kon egasi hisobni aytdi. Shahzod to'lov qildi. Paketlarni ko'targancha tashqariga chiqdi. Mashinangiz zo'r ekan. Qanchaga olgansiz? Ortidan savol berdi Botir. Shahzod o'girilmay javob qildi. Dadamning sovg'asi, narxini bilmayman. Botir angrayib qoldi. Qo'yli, deb qo'ydi o'ziga o'zi. Shahzod boyagina Mabrura kirib ketgan darvozani taqillatdi. Ha deganda ichkaridan ovoz bo'lmadi. Yigit qattiqroq musht urdi. Birozdan so'ng yosh ayolning ovozi eshitildi. Darvoza ochildi. Ostonada yoshgina kelinchak turardi. Shahzod bir muddat kalovlanib qoldi. U ayolning chiqishini kutgandi. Uzr, Mabrura opa uydami? Kelinchak hayronlik bilan javob qildi. Bu yerda unday odam yashamaydi. Nega endi? Boyagina o'g'li bilan kirib ketdi-ku. Kelinchak bosh chayqadi. Yo'q, hech qanday Mabrurani tanimayman. Adashdi shekilli. Shahzod nima qilishni bilmay qoldi. Yarim soat avval bir ayol shu uyga kirib ketdi-ku, bolasi ham bor edi. Qo'lida qoplari. Ha, u ham adashib kiribdi, chiqib ketdi. O'sha ayolning o'z uyini bilasizmi? Yo'q, tanimayman. Yangi kelin bo'lib tushganman, hali hech kimni tanimayman. Shahzod ayol atayin uni shu ko'chaga boshlaganini tushunib yetgandi. Rostdan cho'chitib yuboribman, dedi o'ziga o'zi. Mayli, uzr, degancha mashinasi tomon ketdi. Mabruraning uyini qanday topishni o'ylay boshladi. Yana do'konga borsinmi? U ham aytmasachi. Ikkilanib turgan lahzada sal narida yosh kattaroq ayol ko'rindi. U sekin qadam tashlar. Isib ketganidan qo'lidagi yelpig'ich bilan yelpinib qo'yardi. Shu kishdan so'rayman, deb uning yetib kelishini kuta boshladi. Bir donishmanddan so'rashibdi. Bu olamda eng yomoni nima? Donishmand javob qilibdi. Sening odamlarga ishonmasliging. Yana so'rashibdi. Undan ham yomoni nima? Donishmand
odamlarning senga ishonmasligi degan ekan. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz odamlarga ishonmaysizmi? Yo odamlar sizgami? Ishonch qay darajada muhim omil aslida. Ishondik nima-yu, ishonmadik nima? Hayot kimgadir bo'lgan ishonchga bog'liqmi o'zi? Azizaxon bolalar bog'chasiga bir ro'y bosh suqib, keyin dugonasi Dilbarning uyiga ravona bo'ldi. Yangi kelinning qo'lidan choy ichish bahonasida dugonasi bilan biroz hasratlashib qaytgisi keldi. Haydovchiga qo'ng'iroq qildi. Ayolning o'zi mashina haydashga cho'chib qolgandi. Ketma-ket avtohalokatga uchragach, rulga o'tira olmadi. Shu bois haydovchi yolladi. Haydovchi ham begona emas. O'zining amakivachchasi. Kenja amakisining kenja o'g'li Abdurahmon. Juda ibodatli, xudojo'y yigit. Biroz avval bog'chaga tashlab, yoqilg'i olish uchun ketgandi. Yarim soatga yetmay Azizaxon Abdurahmonni yo'qlab qo'ng'iroq qildi. Zum o'tmay yigit yetib keldi. Oppoq trekerga o'tirarkan Azizaxon Dilbarnikiga hayda, deydi buyruqomiz ohangda. Azizaxon va Dilbar talabalik paytida tanishib, yaqin bo'lib qolishgandi. Ikkisi ham pedagogika universitetining boshlang'ich ta'limini tugatishgan. Bir joyda amaliyot o'tab, qadrdonga aylanishgandi. Dilbarning oilasi o'ziga to'q xonadon bo'lib, qizni ham o'zlariga o'xshagan badavlat xonadonga uzatishdi. Kuyov bo'lmish bilan uchrashib yurgan kezlari Dilbar bo'lajak juftining do'sti Shuhrat aka bilan dugonasi Azizani tanishtirdi. Ularning oila qurishiga ham sababchi bo'ldi. O'shandan buyon ularning orasidagi oilaviy bordi-keldi hamon davom etadi. Dilbarning eri Jamol aka dori biznesida nom chiqargan inson. Ko'plab dorixonalar tarmog'ini bir tizimga moslashtirgan. Xorijdan kirayotgan dori-darmon borki, hammasidan xabardor. Dilbarning bir qiz, 2 o'g'li bor. Qizi uzatilgan. To'ng'ich o'g'il Jahongir bo'lsa, kichigi Jasur. Jahongir va Shahzod tengdosh, sinfdosh. Dilbar bir qizdan so'ng bir necha yil farzand ko'ra olmadi. Bu orada Aziza 2 qizli bo'ldi. Ne baxtki, oradan 6 yil o'tib, ikkisi ham o'g'illik bo'lishgandi. Dilbarxon Azizaxonning hasratdoshi, dugonasi, qadrdoni. Azizaxon o'z jigarlariga ham dilbarchalik suyanmaydi. Mashina baland, devorlari tosh bilan bezatilgan naqshinkor oppoq darvozali hashamatli uy yonida to'xtadi. Kutib turaymi? So'radi Abdurahmon mashina ko'zgusidan ayolga qararkan. Yo'q, ishingni qilaver. Men qancha qolishimni bilmayman. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Degancha eshikni ochdi ayol. Yigit bosh silkib qo'ydi. Azizaxon biror joyga quruq qo'l bilan borishni yoqtirmasdi. Bir tog'ora hasib buyurtirgandi. Yo'l-yo'lakay uni ham olgandi. Abdurahmon chaqqonlik bilan tog'orani qo'liga olib, darvozaning kichik tabaqasini ochdi. Dilbar? Azizaxon baland ovozda chaqirdi. Baland darvozaxonadan ovozi o'ziga aks bergandek eshitildi. Ichkaridan hozir degan javob keldi. Hech qancha o'tmay Dilbar darvozaxona tomon kela boshladi. Azi, o'rtoqjon, kel, dedi Dilbarning chiroyi ochilib. Abdurahmon qo'lidagi tog'orani to'g'ridagi yong'oq daraxtidan ishlangan o'ymakor supaning ustiga qo'ydi. Dilbarga salom berdi. Ayol alik oldi. Abdurahmon sekin ortiga qaytdi. Nima qilib ovora bo'lib yuribsan? Tavba-ye, kechagina to'y bo'lgan uyga ham tog'ora ko'tarib keladimi? Mayli-da, qachondan beri hasbegim keladi. Sen bahona yeyman deb buyurtirdim. Bilasan-ku, biznikida hech kim yemaydi. Kulib so'zladi Azizaxon. Atrofga sekin mo'raladi. Kelining ko'rinmaydimi? Hozir chaqiraman. Yoshlar ikkovi ham ichkarida. Jahongir, Aziza xolang keldi, bolam. Hovli gir aylana imorat edi. Milliy va zamonaviylik uyg'unlashgan hovliga kirgan insonning bahri dili ochilardi. Yog'ochdan deraza eshiklar, ustunlar, hammasi o'ymakor naqsh uslubida bezatilgandi. Hovli o'rtasida kichik yashil hudud bo'lib, mevali daraxtlar qad rostlagandi. Devorlariga esa ganj bilan ishlov berilgandi. Xullas, Jamol aka deganlari milliylikni yaxshi ko'rarmidi yo o'ta zamonaviylikni xushlamasmidi? Xullas, hovlisida haqiqiy o'zbekona muhitni namoyon qilgandi. Birozdan so'ng eshik ochilib, avval sport uslubida kiyingan Jahongir, ortidan uzun beqasam chakmon ostidan oppoq ko'ylak kiyib, boshiga harir yopinchiq yopgancha kelinchak ko'rinish berishdi. Jahongir Azizaxon bilan quchoq ochib ko'rishdi.
Kelinchak bir ikki qadam narida egilib 3 marta salom berdi. O'zim o'rgilay, baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Azizaxon kelinchakka havas bilan boqarkan shirin entikdi. Tez kunda uning uyida ham shunday sonlanib kelinchak yursin-da. Xolajon, yaxshi keldingizmi? Shahzod yaxshimi? So'rashdi Jahongir ayol bilan. Nozimaxon ham darrov kelib quchoqlashib ko'rishdi. Nozimaxon, bu ayolni yaxshilab tanib oling. Aziza xolajoningiz bo'ladi. Mening eng yaqin qondoshimdan ham yaqin, jon do'stim, dedi Dilbar baland ohangda. Xush kelibsiz. Past ovozda so'zladi Nozima. Aziza uning odobini kuzatarkan, Jahongir qizga bejiz ko'ngil qo'ymaganini tushunib yetgandi. Kelinchak pastga qaragancha tavozi bilan qo'li ko'ksida edi. Shahzod sekin kelayotgan keksa ayol tomon o'zi qadam tashladi. Odob bilan salom berdi. Ayol alik olarkan unga bir qarab qo'ydi. Kimnidir izlayapsanmi, bolam? So'radi ayol unga tikilib. Shahzod bosh irg'adi. Ha, Mabrura opaning uyini. Qaysi Mabrura? Tursunoyning qizinimi? Onasining ismini bilmayman. Chiqindixonada baklashka terib o'tiradigan ayol bor-ku. Keksa ayol unga sinovchan tikildi. Yigitning mashinasiga bir qarab qo'ydi. U senga nimaga kerak? Shahzod nima deyishni bilmay qoldi. Rostni aytsinmi, yo aldasinmi? Garov o'ynadim deya olmaydi-ku. Ehsonim bor edi. O'sha ayolni aytishdi, ammo uylarini topolmay qoldim, dedi Shahzod miyasiga kelgan fikrni darrov tiliga chiqarib. Menga tashlab ketaver, o'zim berib qo'yaman, dedi ayol ham bamayli xotir. Shahzodning asabi buzildi. Tavba, uyini ko'rsatish shunchalar qiyinmi? Yo bu yerdagilar hech kimga ishonishmaydimi? Uyini ko'rsating, xolajon, o'zim yetkazaman, dedi asabi buzilganini sezdirmaslik uchun kulimsirashga urinib. Yuring, xohlasangiz mashinada olib boraman. Mening ismim Solixa. Solixa xola desang ham bo'ladi. Mayli, o'tir, o'zim ko'rsataman. Faqat keyin uyimga qaytarib olib kelib qo'yasan, dedi Solixa xola biroz o'dag'aylagandek ohangda. Shahzod bosh silkidi. Yigit Solixa xolani mashinaga chiqishga ko'maklashdi. Namuncha bahaybat bo'lmasa bu mashinang. Arang joylashdi ayol. Ichkariga nazar tashladi. Ichi chiroyli ekan. Mening Hasanimning Nexiyasi nuqul irkit bo'lib yuradi. Tozala desam ham quloq solmaydi. Egzaklaringiz bormi? Mashinani o't oldirarkan ayolni gapga soldi yigit. Ha, 2 martalab egzik tuqqanman. Hasan Zuhra, Fotima Husan. O'zidan faxrlanib qo'ydi ayol. Qoyil, dedi uni ruhlantirish uchun Shahzod. O'zing qayerdansan? Hokimiyatdanmi? Nega aynan Mabruraga olib kelyapsan Ehsonni? Mening kichik o'g'lim ham qo'l uchida kun ko'radi. Unga ham olib borsang bo'lardi. Ha, buyruq shunaqa bo'ldi, deb qo'ydi Shahzod ayolning gaplaridan kulgusi qistab. Ha, mayli. Sho'rlik Mabrura juda qiynalyapti. Ersiz ayol, unchalik uquvi ham yo'q-da. Biroz tentakligini aytmasa, mehnatkash ayol. Tursunoyning o'zi ham 2 bolasi deb o'zini o'tga cho'qqa urib yashadi. Eri rosa kuydirgan. Ichaverardi. Oxiri ajrashib qutulgandi. Mana shu qizi ham sal g'alati bo'lib qolgan, kaltak yeyvergandan. O'g'li yaxshi edi-yu, ammo shu kelin sal chatoq chiqdimi, yo o'zi 1-2 so'm topib aynib qoldimi bilmayman. Onasi bilan singlisini alohida qilib chiqarib yubordi. Sherzodni hech kim bunday yigit deb o'ylamagandi. Mabrura qaytib kelgach, kelin noliyverdi. Oxiri 2 ta ro'zg'orga ajraldi. Tursunoy ham qizi bilan chiqib ketdi. He, eskilar odamning boshi taqdirning toshi deyishardi. Boshing omon bo'lsa ko'raverarkansan. Nega Mabrura opa faqat chiqindixonada o'tiradi? Savol berdi Shahzod. To'g'ridagi ko'chaga yur. Hech qayerga burilma, buyruq berdi Solixa xola. So'ng savolga javobni qo'shimcha qildi. Sho'rlikning boshqa ishi yo'q-da. Ko'pchilik uni yoqtirmaydi. Ish ham topolmaydi. Bo'ldi, to'xta. Mana shu taxta eshik. Tushamiz.
Shahzod mashinani to'xtatdi. Solixa xolaning tushishiga yordamlashdi. "Yur, men ham kiraman", dedi Solixa xola yigitning oldiga tushib. Shahzod boya xarid qilgan yeguliklarni olib, Solixa xolaning ortidan ergashdi. Alloh taolo bir insonni sening qo'ling bilan oyoqqa turg'izayotgan bo'lsa, sen qanday qilib unga qo'lingni uzatmaysan? Alloh taolo seni insonlarga sevdirishni istamoqda. Alloh taolo sening sochilib yotgan parchalaringni to'plamoqda. Ishqqa nonko'rlik qilma. Hazrat Shams Tabriziy. Solixa xola taxta eshikni ochdi-da, ichkariga odimladi. Shahzod ham paketlarni tutgancha uning ortidan qadam qo'ydi. Hovli juda kichik edi. Darvozaxona orqali hali to'liq bitmagan imorat qad rostlab turardi. Somon suvoq qilingan xolos. Deraza romlari va eshikning bo'yog'i ko'chgandi. Ikkita katta derazaning biriga oq mato to'sib qo'yilgan. Hovli sement ham qilinmagandi. Darvozaxona qarshisida kichik tomorqada turli sabzavotlar ekilgan. Ikki chetida bir necha mevali daraxtlar bo'y ko'rsatgan, ammo hali soya solmagandi. Shahzodning ko'ziga bu uy juda g'arib va xaroba ko'rindi. Yuragi siqilgandek bo'ldi. Odamlar shunday joylarda ham yashar ekanda. Ichidan o'tkazdi. Solixa xola uydagilarni chaqira boshladi. Tursunoy, Mabrura, kim bor? Ayol imorat yonidagi rangi ketgan, ammo butun stulga cho'kdi. Ichkaridan "Hozir" degan ovoz keldi. Shahzod yana hovli tomonga nazar soldi. Hovli etagida 4 ta tunukanni birlashtirib hojatxona qilib qo'yilgandi.